Assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari, qadrli teletomoshabin do'stlar. Parasport ko'rsatuvi efirda. Ijodiy jamoamizning bu safargi manzili O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi hisoblanadi. Ko'rib turibsiz, bu yerda yashil maydonda ko'zi ojizlar 5x5 futbol jamoasi mashg'ulotlarini qizg'in tarzda olib bormoqda. Uning esa o'ziga xos albatta sabablari bor. Qolganini siz dasturimizni kuzatish davomida batafsil bilib olishingiz mumkin. Aytish kerakki, ko'zi ojizlar 5x5 futbol jamoasiga yurtimizda 2020-yil asos solingan bo'lib, mana 3 yildan buyon vakillarimiz faoliyat olib bormoqda. Bundan avval esa ular Xalqaro Osiyo chempionatida ishtirok etishdi. Demak, ikkinchi bor ular yana bir nufuzli musobaqada yurtimiz sharafini himoya qilishga hozirlik ko'rishmoqda. Biz esa aynan bu haqda batafsil ma'lumotlarni sizlarga taqdim etish maqsadida terma jamoa bosh murabbiyi Abror Abdullayev bilan suhbatlashmoqchimiz. Abror, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Oldindagi musobaqa haqida demak ma'lumot bersangiz. Joriy yilning 23-sentyabr, 3-oktyabr kunlari Hindistonning Kochi shahrida Osiyo Kubogi musobaqasi bo'lib o'tadi. Xudo xolasa, unga mana hozir Paralimpiya qo'mitasidan 11-sentyabrdan boshlab o'quv yig'in mashg'ulotlari boshlangan. Kuniga 2 mahal o'quv yig'in mashg'ulotlari bo'lib o'tyapti. Bolalar qizg'in o'sha asosiy tarkibda. Xudo xolasa 22-kuni o'quv yig'in mashg'ulotlari to'xtatilib, 23-kuni xudo xolasa safarga chiqamiz. Hozirgi holati qanday sportchilarning? Mana endi o'quv yig'in mashg'ulotlari ham poyoniga yetib bormoqda. Hozirgi holatda bolalarni ancha yuqori darajada hozir, ancha pikka chiqqan payti. Hozir o'sha ko'pton videoniyasi ham jismoniy holati, nazorat qilish demak. Ko'pton nazorat qilishi, jismoniy holati, ruhiy holatlari ham ancha yuqori darajada hozir. Mana o'tgan yillarga solishtiradigan bo'lsak, menimcha to'pni nazorat qilish ham ancha yuqorilagan. Sportchilarda juda ishonch bilan harakat qilyapman. Aksariyat futbolchilar. Xalqaro musobaqadan keyin, o'tgan yil musobaqadan keyin sportchilarimiz ancha tushunchasi va ruhan ancha tayyorgarchilik kuchli. Ko'pton nazorat qilib yurishlari ham, ko'pton o'sha darvozaga tepishlari ham, keyin o'yin taktik jihatdan ham bir-birini tushunishi ancha yuqori darajada hozir. Har kuni 2 mahal ertalab, kechki payt 2 mahal mashg'ulotlar davom etmoqda. Oziq-ovqat shu Paralimpiya qo'mitasi tomonidan hamma shart-sharoit yaratib berilgan shu bazaning ichida. Bizdan faqat talab qilinadigan narsa shu mashg'ulot qilib, yurtimiz bayrog'ini jahon arenalarida yuqoriga ko'tarib kelish. Jamoamiz texnik va taktik jihatdan juda kuchli tayyorlanmoqda. Mana Hindistonda bo'ladigan Osiyo Kubogiga qatnashish uchun jo'nab ketamiz. Bunda yaxshi natija uchun murabbiylarimiz ko'rsatmalariga amal qilib harakat qilamiz. 2 yil avval bolalar endi shakllanib, hali professional darajaga yetmagandik. Mana endi o'rtoqlik o'yinlari ko'rib, ancha shakllanib, tajribamiz oshdi. Endi navbat xudo xolasa chempionatlarda o'zimiz ko'rsatish. To'pimiz ichida temir shang'irlog'i bo'lgani uchun ovoz chiqarish uchun maxsus to'p og'ir. Oldin birinchi mashg'ulotlarga kelganimizda tepsak oyog'imiz og'ridi, to'g'risi. Ichida temir bor-da, tepsak qattiq. Udarlarimiz sekinroq edi. Hozir bolalar zarbalari ham, aniqlik ham hamma narsa rivojlanib o'sish bo'lyapti.
Osiyo chempionatidan keyingi xulosalaringiz qanday bo'ldi terma jamoa bosh murabbiy sifatida? Hozir Osiyo chempionatida sportchilarimiz jamoa ishtirok etmadi. Birinchi xalqaro musobaqasi edi. O'sha kuchli 10 ta davlat ichida 8 talik kirildi. Endi qaysi jamoalar bilan qanday o'ynadi? Mana sizga aynan ma'qul kelganlari orqali. Bizga ma'qul kelgani o'sha ikkita o'yindan keyin Eron, 3-o'yin Eron jamoasi bilan bolalarimiz ancha yuqori o'ynadi. Avstraliya bilan, keyin o'zi Malayziyalar bilan ancha yaxshi o'ynadi, ayta olaman. To'g'ri, birinchi, ikkinchi o'yinlari sal bolalarda qanaqadir hayajon bo'ldi. Shu holat bo'ldi-yu, 3-o'yinda o'sha ancha o'ziga keldi, ancha ochildi. Aynan Osiyo chempionati ham o'tgan yil Hindistonda bo'lgan edi. Hindistonda bo'lgan edi. Bu safar ham aynan ana shu davlatga yo'l olasiz. Hindistonga. Ana shu maydonda bo'ladimi yana? O'sha maydon, o'sha gостиница. Ha, o'sha mehmonxona. Demak, biroz bo'lsa-da tanish bo'ladi. Bu menimcha futbolchilarga yengillik tug'dirsa kerak. Yengillik bo'ladi, ha, yengillik bo'ladi. Nimaiki o'sha jamoa, o'sha stadion, stadionning o'zi farqi bo'lmaydi-ku o'zi. O'sha mehmonxona, o'sha jamoalar bilan bolalarda bunaqa hozir hayajonlanaqasi yo'q. O'tgan yili Hindistonda bo'lgan Osiyo chempionatida jamoaviy ruh yetishmadi. Vaziyatda chiqib keta olish yetishmadi bizda. Ozgina gol o'tkazgan vaziyatda o'zimizni ruhimiz tiklab, hali o'yin tugamadi degan narsa bizda ozgina shakllanmagandi. Oxirigacha kurashish va o'yin o'sha 40 daqiqa bo'lsa 40 daqiqa kurashishni o'rgandik. Ko'zozlar futbolda ko'rmagandan keyin maydonda his qilish, to'pni his qilish, yana o'yin jamoadoshlaringizni ham ko'rmaysiz. Ularni ham his qilishingiz kerak. Bir-biri bilan gaplashib, muloqotlashib, qayerda tursan izlaymiz, ovoz orqali izlaymiz bir-birimizni. Maydonni raqamlab olganmiz. Maydon o'zi uzunligi 40 metr bo'lsa, o'rtagacha 20 metr, bu yoq 30. Shunaqa raqamlab olganmiz maydonni. Nechinchi metrda qaysi qanotda, ya'ni gaplashib oldinga nisbatan ancha o'yinlar o'sgan. Tarkibimizda 8 ta umuman mutlaqo ko'rmaydigan B1, 2 ta darvozabonimiz bor. Undan hozir bittasi hozir ketyapti Hindistonga. Tarkib o'sha 4 ta himoyachi, 4 ta hujumchi bo'lganmiz. Endi bu yerda himoyachi, hujumchi degan narsa yo'q. Bu hujumchilar yopiq holatda himoyachilar va hujumchilar o'rniga o'tiradi, farqi yo'q. Hujumchilar himoyachilar ham himoyachiga kelib yordam beraveradi. U bizda hujumchi himoyachi degan narsa yo'q. O'rnini yopa oladigan holatda. Bizda hozir tarkibimiz. Hamma ko'rib turibdiki, sportga e'tibor berilyapti. Musobaqalar, o'rtoqlik o'yinlari tashkillashtirilyapti. Raqobat juda ham kuchli. Ya'ni seleksiya ishlari ketmoqda. Viloyatlarda tarkibimizda raqobat juda ham kuchli. Men o'zim himoyachi bo'lishimga qaramasdan, chizig'imda ham raqobat juda ham kuchli. Har kim o'yinda tushishi xohlaydi, o'yinga tushishi asosiy tarkibda va o'rni saqlab qolishi xohlaydi. Shu qatori o'zim ham. Bundan avval Turkiyada o'quv yig'in mashg'ulotlari bo'ldi. Ha, Turkiyada Dastlabki o'quv yig'in mashg'ulotlari. dastlabki o'quv yig'in mashg'uloti. O'sha unda nimalarga e'tibor qaratildi? Natijalar qanday bo'ldi? Samara berdimi? Ha, Turkiyada o'quv yig'in mashg'ulotlari bo'lgani bizda Turkiya jamoasi bilan 6 ta o'rtoqlik uchrashuvlari bo'lib o'tdi. O'sha bolalarda ancha o'sha kamchiliklarni o'sha to'g'rilandi. Jismoniy holati, ko'pni nazorat qilishi, keyin o'yin taktik holati, o'sha texnika holatlariga ancha e'tibor, kamchiliklarni ustida ishlandi. Ancha yaxshi amaliyot bo'ldi. Turkiyada bo'lgan yig'in 20 kun davom etgan bo'lsa, biz uchun juda katta maktab bo'ldi. Turkiya ko'pgina klublar bilan o'ynadik, terma jamoasi bilan o'z imkoniyatlarimizni baholab oldik. Ulardan ko'pgina narsani o'rgandik. Tajriba, umuman jamoaviy ruh, qanday mashg'ulotlar olib borish kerak, tajribalar almashdik. Turkiyada o'tgan o'quv yig'in mashg'uloti bizga juda katta saboq bo'ldi desak bo'ladi. Turkiyada demak komandalar bor ekan. Masalan, 1-divizion, 2-divizion. Biz 1-divizion jamoalar bilan ham o'ynab ko'rdik, shug'ullanib ko'rdik. Ularda masalan natijalar ancha yuqori, xalqaro reytingda ham, o'zi musobaqalarda ham
Biz ulardan ayniqsa taktika bo'yicha, to'p bilan muomala qilish bo'yicha ancha narsa o'rgandik. Turk murabbiylari biz bilan ular ham ishlashdi, murabbiylari, jamoa. Turkiya terma jamoasi Yevropa chempionatida ikkinchi o'rin olgan. Katta kuchli jamoa ham. Yaxshi bo'ldi bizga tajriba bo'ldi. G'alaba ham qozondik, durang o'ynaganimiz ham bo'ldi. Mag'lubiyat ham bo'ldi endi. Eng asosiysi katta tajriba bo'ldi bizga. Turkiya demak terma jamoasi 2024-yilda o'tadigan Paralimpiyadasiga yo'llanma olgan, lekin biz ular bilan o'ynab ko'rdik. Deyarli biz bilan teng, faqat ular vaziyatlardan unumli foydalanar ekan. Biz hozirda faqat o'sha vaziyatlardan unumli foydalanib, o'sha jamoaviy o'yinlar shakllantirsak, bemalol boshqa jahon chempionatlarida, Paralimpiada o'yinlarida o'ynab keta olamiz. Faqat o'sha vaziyatlardan to'g'ri foydalanish, to'p bilan yaxshi muomala qilish, to'g'ri muomala qilish, ya'ni komandaviy o'yin chiqarish bo'ldi. Shu bo'lsa, demak xalqaro jamoalar bilan o'ynasa bo'ladi. Maqsadimiz o'sha edi. Borib ular o'rtaga hech narsa qo'ymagan, tajriba almashib, murabbiylarimiz ham ularning murabbiyi bilan fikr almashib, ularning murabbiylari ham bizga qo'ldan kelgancha birlikda ko'rsatmalar berib, o'z fikrlarini bildirishdi. 3-o'yinimizdan keyin biz aytdik-da, murabbiylar bilan gaplashib, bizga hali ko'p bo'lmagan, 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi jamoamizga desa ishonmadi ular. Yo'q deydi, bo'lishi mumkin, chunki Qozog'iston ham bor ekan-da. Qozog'iston 5 yil bo'ldi, terma jamoasi salam darajada emas-ku deydi. Qanaqa 1 yil sallaga bo'ladi? Sizlar deydi, shu holatda deydi, Malaziyadan ham, Koreyadan ham ustunsizlar hozir shu holatda deyapti-da. Ya men hali bunaqa deb o'ylamayman dedim. Yo'q, sen ishonmur deydi. Yo'q, bunaqa deb o'ylamayman hali. Shunaqa bo'lib ketdi-da. O'tirib trenerlar bilan suhbat bo'ldi, fikr almashishlar bo'ldi. Ular aytayotdiki, agar bolalar deydi, agar 2 yil muntazam mana shunaqa holatda bo'ladigan, mana shu darajada shug'ullanadigan bo'lsa deydi, Los Anjelesga men senga aytayapman, yo'llanma olasizlar deyapti-da. Ya endi oldindan katta gapirish kerak emas, uni harakat qilamiz xudo xohlasa. Yo'q dedi, men bilaman Osiyoda komandalar qanaqaligini, Xitoyni ham bilaman qanaqaligini. Xitoy jamoasi hozir jahon chempionati 2-o'rin oldi. 1-o'rin Argentina olgan bo'lsa, 2-o'rin Xitoy. Lekin ancha yuqori. Yuqori darajada. Endi ular aytayotdiki, o'sha kamchilikni men bilaman, Xitoy kamchiligini qanaqaligini deyapti-da. Kamchilik bemalol qarshi o'ynasa bo'ladi. To'g'ri, nechagacha penaltigacha borishimiz mumkin deyapman. Penaltini ko'ramiz, yo'q, lotereya bo'ladi. Bizni kamchiligimiz nimada ekan? Turkiyalik mutaxassislarning fikricha. Bizning kamchiligimiz shu bolalarni o'sha bizda mana hujum zonasiga kiradi-yu. Hujum zonasida ko'p bolalar aldab boryapti deyapti. Bitta ikkita o'yinchini aldadim, bo'ldi, varataga tepish kerak o'sha deyapti. Haqiqatda bo'lib keladi, varatani o'sha liniyasigacha kirib kelishga harakat qiladi-da. Ular aytayotdiki, hujum zonasiga kirdimi deyapti. 10 talik zonaga kirdim, varataga tepib urish kerak deyapti-da. O'sha narsani shakllantirish kerak deyapti. Bular ko'pincha ko'p aldab yurar ekan deyapti. Ko'p aldagandan keyin deyapti, darvozabon oldimi deyapti. Bo'ldi, u borguncha qarshi hujum bo'ladi sizlarga o'sha deyapti-da. Bu yerda bizlarga har tomonlama juda qulay sharoit yaratilgan. Tug'illanishimiz, ovqatlanish hammasi mana shu yerda. Bizlarga bir necha yuzta to'p keltirildi chet eldan. Hozirda tayyorlanishimiz uchun hamma sharoit yetarli, ortig'i bilan. Jamoadoshlar hamma ruhan, jismonan ham har tomonlama Osiyo Kubogiga tayyor. O'tgan yilgi termaga o'zgartirish, darvozabonlar o'zgargan va himoyachi, hujumchilar o'zgargan.
o'sha bitta himoyachini o'rniga hujumchi olganmiz Navoiydan va Qoraqalpoqdan hujumchi taklif qilingan. Qoraqalpog'istondan chaqirtirganmiz Qadamjon va Ramzidan Jamshidlar, Doniyorlar. Turkiyada bo'lgan o'quv yig'in mashg'ulotlarida hujumda ular gol urib, jamoani ancha tenglashtirib, ruhiyatiga ta'sir qildi ancha. Biza masalan taktikalar ishlab chiqdik. Masalan, o'yin jarayoniga qarab, masalan, o'yin qanday kechayotganiga qarab 1-2-1, masalan taktika 2-2, 1-3, 3-1 kabi taktikalar ustida ishladik. Variantlar yetarli. Masalan, hisob boshqa qanday bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, jamoaga qarab ishlash futbolda yaxshi natija, effekt beryapti. Ular birinchi raqam bo'lib ishlaganda biz ikkinchi raqam bo'lib ishlaganda birinchi raqam. Shunaqa taktikalar bilan ishlasak, bemalol ustalik bir final hammasi o'ynasak bo'ladi. Birinchi marta Hindistonda bo'lgan Osiyo chempionatida o'tgan yili o'ynaganimizda tajribasi bo'ldik. Endi birinchi bosim, hayajon. Biz hali o'z imkoniyatimizni to'laqonli baholashni bilmasdik, chunki hali o'rta o'yinlari yoki boshqa anaqa tashkil qilinmagandi. Birinchi navbatda o'z kuchimizni belgilab oldik. Va nimani ustida ishlashimiz kerak, qanaqa shakllantirish kerak jamoani, shuni o'zimizga xulosa chiqarib oldik. Bizga hozir yetmayotgan narsasi o'sha Kopto'lar nazorati va taktikamiz. Salla kamchiligi bor. Hali ham bor o'z kamchiligi, lekin ancha o'nglangan, ancha yaxshilangan. O'tgan safargi kamchiliklarni ko'rib, hozir o'shalar to'g'rilandi. Xudo xolasa, mana bo'lgan Osiyo Kubogida 5 taliga reja bor, xudo xolasa. Men hujum zonasida, pozitsiyasida o'ynayman futbolda. O'tgan safar aytganimizdek vaziyatlardan unumli foydalana olmadik, boshqa bo'lmadi. Shuning uchun gollar soni kam bo'ldi. Shuning uchun natija ham shunga yarasha. Hozir biz ancha shug'ullandik, mashg'ulot olib bordik. Buning natijasida hozir ter mahsulli ham ancha oshgan. Nafaqat menda, umuman jamoani har bir chiziqdagi hujumchi, o'yinchi, hujumchi, himoyachi hammasi gol urish qobiliyatini shakllantirdi o'zida. Bizda demak Doniyor, Ramziddin va Shomurodov Qadamlar hujum pozitsiyasida o'ynashadi. Lekin bizda asosan shunday narsa shakllantirdikki, hammamiz masalan vaziyat kelganda hech kim hujumchi, men himoyachi deb qarab o'tirmay, hamma tip hujumga boraveradi. Darvozaga tep oladi. Eng muhimi o'sha hujumchilar biza Ramziddin bilan ayniqsa tandem hosil qilib yaxshi effekt beryapti, natija beryapti. Hindistonda ham bularni demak mana o'rganganlarimizni qo'llab, bizda natijaga bor kuchimiz bilan borimizni berib harakat qilamiz. Raqiblarni bilamiz, kuchini ham bilamiz, o'zimiz ham kuchimizni ancha bilamiz. O'rtoqlik o'yinlari bo'ldi, undan tashqari jamoaviy ruh, jamoaviy jipslashish. Endigi faqat maqsad g'alaba. Jamoamizda inshaalloh mana shu Hindistonda bo'ladigan Osiyo Kubogida kuchli 5 talikka kirishiga ishonamiz. Chunki shuni harakatdamiz. Yutqizishga taslim bo'lishga haqqimiz yo'q. Musobaqa yaqin, vazifasi ulkan, biroq mana shu yigitlar o'ylaymizki, Hindistonda o'tadigan Osiyo Kubogidan albatta yurtimizga yorug'i yuz bilan qaytib kelishadi. Bu borada biz ularning barchasiga ishonib qolamiz. Olg'a! O'zbekiston!